Assalamu alaykum, qarindoshlarım. Tünögün bir Wuhan'ga iyani qilganlarning tizimliki degan temada men bir naq maydon qilgan. Naq maydondan keyin degan mush kechichi desammi bo'ladi. Eli ma bu nimani tizimlikni setib bergan bo'lsangiz deydi. Eli bir kögimiz bor deganlar bor. Anandan keyin Arabistondan xeyli jiq qarindoshlarimizningki degan so'zlarda biz davomliq pul iyoni qilamiz. Vatan davosiga ishlatamiz desa beraverdik. Onlarga nega ishlatganini bilmaymiz. Bizning pullarimiz shuya ketganda yaqinda bergan pullarmi bordi. Ko'nglim bak yerim bo'ldi deb deganlar bor. Anandan keyin ichidagi jinlar o'rtag'izmayotganlari bor. Anandan keyin ko'rib olgan bo'lsam armonim yo'qoldi. İçivetken bolsunuz şu davani bizni mundaq qilayotganlarni bir ko'rib olgan bo'lsak deb. Ey, sizlar ko'ryapsizlar necha vaqtdan yoqi? Hele festival dedi, hele birmi dedi. O Türkiye'dimi bir tal bir vatandaşlıkka erişemedinglar. Yani o'zinglarning ichi qaynamasa, men nima deb sizlarga birmi tashlab berma? Mening maqsadim nima? Tunagin chiqargandiki, ma xato deganni men o'zim mening mushu seninki narsalar menga tushdi, qo'limda bor, men qilgan ishim xatoti. Men senga o'xshamaydigan odam deganini bildirman. Men shaxsiy sening menga uni ma'ni qilib bersang, baho qo'yib baqding, ovozimni qo'yvatmang. Qo'yvatsangiz men rozi bo'lmayman deb. Sen o'zing qo'ng'ing bilan kengashib men gap qoldir. Men har qanday ovozni videoga olaman, ovozga olaman. Chunki men seni izlamadim, sen meni izlayapsan. Ayni vaqtida bultur mushu yilqi qo'ymichilik vaqasi, Aynur Muhammadning qo'ymichilik vaqasida ashuningda ovozni qo'ydik. Ovoz mening emas dedi. Anadagi ayrim xonim talay odamlar bu emas deydi deb. Emas desa qanday qilaman dedim ba'zilariga. Anadagi o'zining videolari varmiz. Hey, burasini ko'rib rasm tushmuş, naynaqshib rasm tushganlarning ichida haliqi atrofdagi da'vochilar bor. Mitqig'ini yo'q. Qalsangmi mitqimiding? Faqat o'yin ko'gichi. Shu vaqtida yuragi og'rigan talay qarindoshlarimiz bor. Bir eg'ir oyoq singlimiz bor, tug'ay deb qolgan vaqtida mush ish mushu men bo'shangachi tugagan bo'lsa da bekli ko'nglim yerim, mush shunda bir uyda o'ttirgan, mushta bir yo'ginib o'ttirgan bir singilchaqninki dadiga mushu bir mush ish tuganda men bir bo'shansam shunda yengil his qildim deb ketdi. O qiz bo'shandi. Bu ish bo'lib ertasi bo'shandi. Anandan shunda bir ochiq bo'lgan yerlarim bor. Ash bicharim shunda to'rlarda narsalarni yozdi, tirishdi. Aqida deb bir singlimiz umi tirishqinicha ham bekliganlar bor. Lekin jihla o'yin ko'rib o'tadi. Men sana isbot berdigan maslan nimangdim? Yeziverdinglar ba'zilaringlar. Ba'zinglar to'g'ri niyatli deysiz. Biz ergashgan odamlarni uqib olaylik. Sen uqmasang, mama murag'ning ustidagini ishlatgil unumasang, men sana o xoinni yana birini yining ekib o'tag'iz qo'ysammi, ko'rib qo'yib qo'yay. O'zgartamsiz deysa qasam. Yozma mening narslarimga. Men o'zimni yaxshi ko'radigan biz tang mengayotgan qarindoshlarimizga, andagi O'rta Osiyodagi ba'zan qarindoshlarimizga men o'zimniki inkosimni bildiraman. Chunki biz qilayotgan ishlar bor. Ular menga ehtiyojliq. Shuning uchun men deyman, o'zimning fikrimni o'tirib qo'yman. Falan adamning fikrini deb turib yozmadim. Sening menga onda besim ishlatadigan. Voy deb Aşı nimini qilgan bo'lsangiz, setib olgan bo'lsak, palonchi bularmi bormidi? Menmi bor cho'qim ash tizimlikda. Bizning maqsadimiz bir Xitoy azroq bo'lsin bo'shab qolar. Bizning mush oq ko'ngilligimizdan ta'sirlanib qolar deb turib bergan to'xtaydi. Xitoycha qilib qo'yay sana. Mushuli javobim. Ashning o'zigimi shunda dedim.
Xitay sana erip qalamda, sen bəgən töt-tök pul, yəni bir mət oğursa, sen hocаңdan ağan pul oğaşqa hocаңğa qaytırdığanla yerin var. Bolamay ketken, o'ttirdiki ne artistlar var, kukuldap yığılap ketadigan, vay vatan üçün Şərq Türkistan, yəni bir mə yığılap ketadigan, yağan yığılaydigan. Eliq saqırğı tükürüp qoyğum ba, eliq kötlər var. Oy, sen kim bana sual koyduğun? Vay boz çıkasın. Çıkasam neymiş kıp berse? Kanini sıkalamdan arkasın. Vay şeytan bilen tan otur gülünü berip oturuşu verse sen. Sen kim o? Sen okşa şeytan. Senin fakat için puşup kaldı. Yeni temlara ihtiyacın var. WhatsApp topları da kaynaydıganğa. Şu WhatsApp topları kerek olup kaldı temalar. Şunun için bir parça bir min taşlap bəsəm söngəkdən birini. Gacap oltasan buludu. Senin milletki köngülün için ağrıydıgan. Yani bir şey dert düşkənlərin, dert nim qığallarga için ağrıydıgan. Undaq emas. Undaq emas. Türkiye'de talay koyumculuk var. Ben arlaşmadım. Özlerine dedim. Sen çık video işle, ben çıkırıp koyay dedim. Nimiş qaraydı? Sen oğallığın üçün mening çapınımda tələyimə deb oylap qalmaz. Sen işlə videonu mən Facebook'umu çıxırma dedim. Siz yeni bir qeyrindişimizgin elişbədiniz. Biz $5000 sizge mi paydasını bəsək deb. Çekenge tan. Abayım əqidə yazıb qoyubdu. Əgər də mən setilalığan bolsam pulğa ərgit miyək toyup gitetdiniz deb. Toğra. Eli köңlünü izhar qıldığan, eli pul vergisi kildiğan talay latılar var. Xotullar var. Çekenge tan dedim. Ben senin yeni bir ağaçlarınğa, yeni bir akıllarınğa oxşumayma. Mening vazifem yok. Xitay bilen bir toxtamım yok meninki. Çıkım kes çıkıma yoqap ketipdi, solab etipdi deb. Ağaçağını yine solap koyamdı meni. Bir tüküm tevregen bolsa, çıkıp dep koyattım. Ben kirip kettim, hoş emse dep. Şunun üçün gıt qısıp, bana o nəslərini ivetme. Bir 10 minut ilgiri birisi telefon qıptı. Seni hacim dep kitay dep. Hacimliqni mi çekenge tan? Men aşıq emas. İsmimni aqı hacim dep qoşup elishni uchun men obro'y dep bilmayman. Şunun üçün Hacıgül, Hacı xanim dep kitayli, ma milletni jidalga salmaslar dep. Senin qilayotgan ishing nima? İsmingni aytmasam sakrab ketib o'zing izdidan o'tirga adam qo'yatsa. Sebebi nima? Agar milletni sen o'ynamagan bo'lsang, bunimi echib o'tdamaydim. O'zingga bekab ketibsa. İsmini demagan sir oladiki odam degan o'ziga. Onu bildim. Numusni bilishsang, asti tarafga yazma. Nima yozsa anglag'ingiz, o'qingiz, surishtirsa ergashgan odamlar shular shu. Bilishmamsa, mening og'zim orqali men tillanglaganda sen nada? Men tillanglaganda nechi-to'k odam men uchun sahib chiqqan. Ayrim hollarda degan, ishlar hal bo'lib bo'lgan chaqda nima dedi? Bo'yey, pulni beribdi, hujjat bormi deb. O beşikçini yeydigan dedim. Sen oyun köməkçi, o yaxdan bu yaqa gap toşup yurdiganlar ba. Qasdanga bir süngəkni taşlap berme. Aşağılarda hocanga sen yaxşı görünüp, biraz olsun bir mi teppal, biçare. Sorun xumar, gap xumar. Senin məqsidin şu iş puşuğula çıqırış. Onundan başqa hiç niməyə yaramaysa. Əxlət. Şunun üçün tınmay ayrımxanamda sözledi. Qoxsu, etdigen birisi yazıptı bana. Uzaq ötmedi tıxı onunla. Assalamu alaikum, yaxşımısınız? Xalısınız iyanı qılğanlarının tizimlikini bana əvət verin. Mən aşkarlayman deb.
Eğirli gapni qıvatdim. Bu xil tuzuk adamdi bu. Eğirli gap qıvatdim. Meni qo'rqab ketib, oshkorlamidi davatamla dedim. Gap mishagchi bo'lsin dedim. Eyliq usul o'ynab qo'ygan birsinikiga esilib olib, erkin Osiyoga chiqatdi. Necha vaqtniya usul o'ynab etibdikan-ku. Necha vaqtniya g'ururing qo'zg'almabdi ekan. Ma virus chiqqanda yana birmi chiqdi. Virus chiqib, endi Uyg'ur biroz bir nima qilman desila, opirib, Suriyanikini tashladi. Qani Suriyanikini? Tugadi o ishing. Eyliq bo'lamay ketgan, kuldab ketgan pul yig'ima, pul beringlar, 3000 dollardan bo'lsin bersanglar, men oqqa bitim ko'q qo'ydim. Xuddi Oqsaroyga og'ish qildigandek. Xuddi Trumpga og'ish qildigandek. Xuddi parlament a'zolariga og'ish qildigandek. Nomus deganni qat'iy bilmaydi. Har xil odamlar bor. Men gap qilmay, hozir mush 10 kunlik bir vaqtimiz bor. 10 kunlik bir vaqt, shunda bir muhim vaqtlar kelyotidi. Ma murining ustidagi qopoqni ishlatayli. O'rta sesib ketadi buning ishchimi debchu, hech nima qilmasa. Deb baxtim. Lekin sening menga shart qo'ydigan, baho qo'ydigan, ani qilamdiq, mani qilamdiq. Aşı Məkkədəki qeyrindişimizgimi dey. Sizlar pulni nega ishlatsa demay turib berdigan bo'lgandikin, pulinglar bek jiq o'xshaydi. Ancha jafo tatmaymi topadigan o'xshaysizlar bu pulni. Shuning uchun baginglar kep turadi ekan. Mushu yaqinda bir AIDS kasali bilan yuqumlanib qolgan bir qiz yana birisi bilan to'y qilibdi. Yaqinda emas endi bir 3 oylar bo'ldi. Shuning bilan bu aksh bilmaydi ekan, o'g'allar bilmaydi ekan. Shuning bir dori kerak bo'lib qilib men izlagandi. Bir turk kishi, doktor kishi yordam qilib haqsiz dori oldiganga yuqumli kasalliklarni kontrol qilish o'rniga bir kinishga olib berdi. Anadagi shular bilan paranglashgan chaqdimi dedim. Siz mush kasalni nimishga yuqtirsiz, eringiz bilmaydigan, o bir begunoh bir nimga o'zdan gumonlanike desam, yolg'izchilikdan nima qilib qoldim, zerikib qilib qildim, ko'p qildim deb. Men dedim, "Hey, to'rlarga kirib qarab, eri bilanmi so'zlashdim oxiri?" Anadagi hozir ikkisi bildi, birsininki, amaning ananga yuqtirganligini. Anadakin dedim, bu kasallik yuqidi. Onun üstüge aldığını ağam basanlar balanga basım kanmaydı bu kisel. Doktorxanda tuğsan, özlügiden ve doktorun pulunu xısat qılımen dep durup öz tuğuptu ki, balımı şu kisel ben tuğuluptu. Ben dedim, ma mürünün üstüdekini işletip, ma o adem toyqıgıca salametlik olsun tekşürtüp baksanlanmamızı, tekşürtüsü çıkıdığını bizim anca neyim qımap dikemiz. Ben tüzük okunmağan, deydi. Men jiq narsalarga nisbatan shunda azoblanaman. Aslida mening qildigan ishim bolalar tarbiyasi, ayollarning bir sapasini ko'tarish desam, boshqa bir narsalarga kirib qoldim. Lekin men o'zimninki o'y fikrimni o'rtoqlashay deb turib chiqirman. Anandakin menga ehtiyoji borlarga so'zlayman. Eyliq o'yin ko'rib turib tugagandan keyin, "Voy, munda deb tuzumratxan" desa, anandakin, ma javuldak munda qilibdi, anda qilibdi, ashning ostiga tang yurakni berib, tang o'ltirib, bu xuddi yo'qolib ketgan-ku. Paydo bo'libdi-da, solab qo'yibdi deydi deb. Ey, men solab qo'ysa meni men jibo qilaman, saqchi og'li keldi, meni qutqizinglar debchi. Qasımga o'xshashmayman men. O'yin millatimning o'yinini ko'mayman. Bugun Qozog'istonda 1997-yili 2-oyning 5-ida G'ulji voqeasini xotirlash yuzasidan bir nazir chiroq o'tkazildi. Ashuningdimi esil bolalar, esil yigitlar berib xatmi Qur'on qilib, so'zlab, anandakin Uyg'ur uyg'onish kerak, hozir nima bo'lyotidi, millatimizga chiqayli, vatanimizga chiqayli deganlar bor bo'ldi. Ba'zan shaytonlar o'ltiriblar, "Liqi Trumpni tushirimiz degandi, mundaq deb, u sening bilan nima munosabati bor? Qozog'istonning boshlig'i bo'lmasa u.
Bu demokratiya degan andamanda da şeytanlar çıkıp sözlepdi. İsmini atap turup tazı bir sözlep yezip etey dep. Bugünkü günni özem nim kuvvetmey, huzur etmey haklamış dua kıvatkan küllerde, anandaki yürgümüz ağırıvatkan küllerde dep gep qilmadim. Gep qilganma kemmidi. Aşı yigit başlarını kontrol qiladiganlarımı gep qilgim kemmidi. Men dedim, sizlar özüңlar yolunlarga menge beringlar, meyli Qazaq, meyli Uyg'ur, özüڭlar yolunlarga menge beringlar. Sizlar to'g'ri deb bilgan ishinglar bo'lsa, men qo'llab to'rga chiqarib qo'yman dedim. Anandan keyin abayda yana bir narsa chiqarib qo'ydim. Bu xalliklarning qechiyotganini. Aldishishni atgani bilan oqish dag'dam uchiq o'g'ashqa ashada qechibdi-ku. Ular u kasallikni yana nalarga akitidi? Vatanga borganlar bor. Vatandan ichkari qochganlar bormi? Qochanmaydi. Aş qechivasin deb pul verdinglarmi, iyon qildinglarmi, uni men bilmayman. Yaxshiroq muomala qilsin deb turib qilgandiq deganda tova dedim. Har xil endi o'zini oqlash uchun nimalarni degizyotidi, uni bilmayman shaytonlari. Lekin hammalarga deydiganim, meniki yozgan narsalarım, chiqargan narsamning ostiga menga shart qo'yish sening salohiyating yo'q. Hiç qandaq baş sürütün yo'q, gapmi qilib baxmagan odam o'ltiribla, ivasiz bir ko'rib olay, xo'shib qilay deb turib sayrab ketganlar va. Sen nimishga xo'shulsa, xo'shug'ida kishma o? Sen xo'shib ketgidak. Men sen nim deb xo'sh qilaman. Men xafa tursam, sen nimish xo'sh qilaman. Ma gapim gap. Men o burunqi Zumrat emas. Voy ispatını taşlap beren, ocu olsan taşlap berip baktım, oltursan o, süydük içi varganda qilib, aşlarının süydükini işkeşke. Tasman bir, yana bir narsan bir, sorun tallamaysan, hem miyage qo'ngib ketaverdi. Shuning uchun anadikin g'o'janga xizmat ko'rsatmadimsa mendan elib. Mendeki narsa maxfiyatlik bo'ladi. Mendan chiqib ketganki u maxfiyatlik bo'lamda. Xuddi eli qo'ymichilik voqealarining ne narsalari bor. Bo'lsa sotqa arz qil degandim. Men chiqaman mush narsalarni ko'tarapla desam, hech bir yerdan bir parcha bir nima kelib baqqani yo'q. Saqlayapman. Yana saqlay dedim. U yerda bu yerda bir nima debdi deb. Pulni berdingmi, e'tirof qildingmi, zuvaningni jiq degandim. Yetkizib qo'y ash pochtakashlarga dedim. Yetkizib qo'y xonachanga deb. Yana bir much qo'ymichilikning bor. Shuni o'zing chiqib so'zaysan, men chiqarib qo'yman. Har qandayga to'yliq elib, to'yliqnikini to'y buzilib ketsinmi, xalqning pulini aldab yurib, elib bermagan. Voy sho'chuning avaldi davatgan. Yana birmi qivaldi davalgan. Ashlarning hammasi aldamchilikning hammasiga dedim. Eğer olsan sen çıkıp sözler video işler ben çıkarım. Ben o vakti iyi olgan bulurum. Dedim ben sözlemeyim. Şivsiyadaki koymaçılık namı şu. Özünüz çıkın ben çıkarıp koyay dedim. Teyakıp koydu. Hem de ma virüs vakası biraz imkusun. Bu ciddi peyt. Wuhan vakası, Wuhan'daki virüs vakası Uygur bilen mi münasebet yerleri var. Nere var? Aş tarafki bizning vatanga badi bu virus. Ondaki bu virusniki odamlar tarafidan tayyorlangan virus deb turib chiqyotidi. Abay bir videomu ko'rdim. Lekin biz uning bilan chatimiz yo'q. Marab o'ltiramiz. Hali WhatsAppda nerede bir jidal chiqarki, vatvatchilik varki deb. Surgundaning jidali biraz jimi qilganchigi gap topolmay, endi mama tizimlikni so'rab ketyotidi. Ko'nglim shunchalik ilishdi, cho'ng bir ahaqlarga, numus qilishsangchu, menga shunda dastorlarni yozib, ovozlarni ivatib, telefonlarni urib bo'lamay ketgidek. Messengerda telefon uribdi menga. Voy, yey, 80 nech telefon qabul qildim. Quturab o'ltiramayotgan jinlar bor ichida. Ismingni aytgan bo'lsam, 3 kundan keyin unutiladi. Ajab yaxshi qilibdim, dedim. Texmi ishingga jin kirsin.
Bir-birinden gumalınıp palançı sattımiki, pokunçu sattımiki dep oltursa şundaq. Anandan keyin mavu Wuhandagi vaqa Xitoyninki jihyalarga yamrayotgani aniq. Anadagi hukumatsizlik ahvoli yuz beryotidi, deyotidi. Hukumatsizlik degan vaqt kelgan chaqda u hokimiyat o'zininki rolini yo'qotdi degan gap. Yo'qotgan bir kunlar kelib to'satdan bir ishlar olib qolsa sen paqirab o'tasan, heliq to'n kiygizgan eshak bormi? Yana birmi bormi? Voy bir tal bir yig'inga qatnashib qo'yish degan bek cho'ng ishmi emas ey. Xuddi Trumpning oldida o'tirib yig'in qatnashib turib fikr qatnashtirganga o'xshash tugishib degan ishdan patmaydigan sakrab ketganlarga qarabma tova. Biz bütün aşı yurtdagi odamlarda shunda bir hissat bor ekan, bir yerga yig'inga berish, su kadrlarda deb deydigan men yerga bir tal gez nima bir meni ko'tarib, mana qistirib turib somkalarni ko'tarib maqsam, mana va su kadrlarda qildim haq deb turib shanxo qildigan haqlar. Aşının o'xshab bo'lmay ishdan patmay o dostonlarni yezib degan tugishib ketgan-sizlar. Endi xuddi o Trumpni tushirasan sen chiqadigandak his qilib ketding. Mıxtak o'tadi-ku ana. Chiroylaringlar bir nimadek o'qib ketibdi, ko'dnechi olgandek qilib. Bugun abjash tema so'zladim. Menga ishtim yozma, bir nima so'rama, haqqing yo'q. Bu bir. İkincisi sen men tilanglagan chaqda hech qanday sahibmi chiqolmaysan. Uyun ko'rib o'ltirsan. Ostiga inkasmi yozolmaysan. Aşında halatinga seni menga onu bəsən, mani bəsən, mundaq qısaq biz tonib qalaylı iş bo'lmagan dedi. Tonib al, tonibmi quchoqlashib o'tiraversan sen ashlar bilan o'xshash odam bo'lgandan keyin. Hammalar shu Layostanning suyini tang ichayotgan bo'lganki shundaq. Neydi? Şu aşındaq bir-birininki uçurlarını elib olgandan keyin anandan keyin apirib ananga xizmat ko'rsatdi. Unda ishlar jiq to'g'ridaysiz. Anandan keyin yanala uyqumizni ichib o'ltiraylik, biror ish bo'lib qolsa, hamda sovutish boqimi ayni vaqtida sobiq sovutish boqimi parchalangandimi, bir kechada parchalangan-ku. Agarda Xitoy shundaq bir kunlar kelib qolsa, sen paqirab, o'tasan, heliq to'n kiygan akalaring bilan birga borma deb o'ylab qolma. Vatanda ne odamlar bor? Hey, ne erkaklar bor? Mishada o'tirib shaytonligingni hammasi birdan chiqiraman ha? Talay ballar bor payt kutib o'tirgan. Vatanga bormasak bo'ldi-ku. Sizlarga beraylik. Şeytanın hamısı aşağıda jimiqtirib ete, Uyg'urmi? Sen nereden lagerni aşqa haqasın, bizni setib yegan haqasın deb. Ko'nglingda o'ylab qopsa, o'zingga chet elda bir tal bir eski eshakning terisini tikib kiyib olgan birmilaring kiyib olsanglar hech nima bilmaydi ichidagi rezil yurakni ko'maydi deb o'ylab qolma. Talay odam bor. Mendan undan narsani so'ramanglar. Aqko'nglinglar bilan so'ragan bo'lsanglarmi, javobimni men tunugin berib bo'lgan. Men bermayman, u narsani sen kimding dedim ba'zilarga. Abay javobimni berib bo'ldim. Uyqumizni ichib, muomala qilsak, xudodan balkim bizga bir kep qala iltifotmi? O'ylabmi ketaman, biz butunlay hissiyot almashtirishdan butunlay ayrildik urug' tuqqanlardan. Lekin jihlarniki urug' tuqqanlari bilan aloqasi bo'lg'ashqimki, o'sha virusning tufaylidan urug' tuqqanlari bilan biraqla aloqang uzilsa-chu, sen menga o'xshash bo'lsa, tangtatimiz bu vaqtida. Yoki Xitoy opang bilan dadangni akab berdimi bilmadim. Ba'zilari tinmay bir yerlarga bir nimalarni chiqarib o'ltirganlarni, bularning maqsadi shu boshqachilik ekan deb o'ylayman. Mush Turkiyadagilar, hey, mendek odam bo'lgan bo'lsa-chi, Turkiyadagi lottilar paytimangni so'rab yurgicha, vatandoshlik xizmat qilsay, palon yil so'rib yurgicha tilamchilik u yerda bu yerda qaqib poloyitib beralaydi ekansan-ku. Qo'ng bilan kulib turib kulgan videolar bor-ku. Poloyitib bergicha
Uygurgucu palayer söylüp yürgenler bağı, keselcanlar bağı, iş kandak salayet yok, vatandaşlık durmak hiç nimesi yoklar ba. Eylik ballar ba. Şularniki özün kopmamsa kopup bana manası gerek. Vay hürmetli Erdoğan efendim başka işini kıp veremeysiz bana. Vatandaşlıkını vereleysiz o. İkametini vereleysiz o demem da. Bazıları bir de neymiş ki vatandaşlıkını talep kılma istersen. Ya bizge ikametli boz oldu ki hem de Xitayga qaytgan vaqtimizda nememiz mundaq bo'lib qolmasin shuning uchun bizga shu iqomat bosil bo'ldi deganda sana voy ey xudoyim sendimi pana versin dedim. Her xil odamlar var dedim. Vatandaşlıkka ehtiyacı var. Aslında vatandaşlık için ko'ngil bilish kerakdi. Ay Tayland türmesinde, o türmede, bu türmede, Türkiye türmelerden bak yeni kirip ketkenleri. Oy özün çıkıp sözle. Dedim ben. Ben sana nimen ben atılıp aldıgan. Sen sözle ben çıkırayım Facebook'a. Anadaki mi avaz koşsam buldu. Sen müdür müsen? Paylaş oğuydun. Tılsız oğuydun. Bugün biraz çeçilip kaldım. Ben hiç kimden keçirim sormayayım. Ama ben ayrımxanamga birini bilen yezip toşturup yetişme. Anlığım mı yok, kögüm mü yok. Ko'nglim bek ilish değil, latta erlarning yozgan bir nimalarga qarab. Nerede bir nima bo'lsa, shu yerda bir g'ajab o'tamisan bo'lmaydi. Xalqninki usul o'ynig'ini sana ta'sir qilibdi g'ororonga. Xitoy bostirib yotganlari uchun yanadagi shaytonlar yana birimli qilib usul o'ynab, yana birim qilsa shularnikini tutib baqa. Eliq ağaçların yerim yalağaç soyunğan. O davanın işi şunun için ulağa bir çok ton var. Rahmet kıyırındaşlarım.